Ya marhaba. Mana birodarlar, Sha'bon oyini oxirlarida turibmiz. Roza tutamiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu Ramazonga siz bilan bizni yetkazdi. 30 kun taravih o'qishlikka Alloh taolo bizga imkon bersin. Chunki qadri ne'matinda zavol, ne'matning qadri ana shu ne'mat zavolga yuz tutganda bilinadi. Ne'matni yo'qotib qo'yganimizdan keyin qadriga yetamiz. Endi duo qilaylik, Alloh taolo mana shu 30 kun rozani tutib, taravihni masjidlarda o'qishlikka Alloh o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Bugungi mavzuyimiz Ramazon fazilati haqida. Tabiiyki, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin roza bo'ladigan bo'lsa, siz bilan bizga mana shu Ramazonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib, bu oyning fazilati haqida xabardor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana birodarlar, Sha'bon oyi nihoyasiga yetdi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon.